Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Hammanglarga xayrli tong tilagan holda bugungi video roligimizni boshlaymiz. Bugungi video roligimizda fikus guli hamda shifleri guli haqida bo'ladi va oldingi videolarimizda ekkan aglonema va dracena gullari haqida bo'ladi. Mana bugun menda bir qancha fikus gullari bor. Fikus gullarini turlari juda ko'p, 50 dan ortiq turlari mavjud. Bular yashil bargligi bor hozir menda. Mana yana bu yerda o'zini asli nomi, buni asli nomi kauchikonisni deydi. Xalq tilida variegatni ham deb qo'yadi, voyenniy ham deb qo'yadi. O'zini asli nomi kauchikonisni deb ataladi. Bu juda ham qiyin aytilishi, shuning uchun xalq o'zi hamma gullarga nom berib qo'yadi. Voyenniy ham deb qo'yadi. Keyin yana variegatni ham deb nomlab qo'ygan. Yana bu yerda fikus benjamin guli bor menda. Buni ham xalq o'z tilida oliv bula rang deb ham har xil nomlar berib qo'ygan. Fikus gullarini juda ko'p turlari bor. Qora bargligi ham bor, uni qora shahzoda deb nomlashadi. Yana bunaqa yashil bargli fikus benjamin, yashil barglilari ham bor. Har xil turda, har xil ko'rinishda barglari, har xil ko'rinishdagi turlari, sortlari juda ko'p. 50 dan ortiq. Bular bugun fikus gullari haqida gaplashamiz. Yana bu yerda menda hozir faqat ikkitagina, mana bu ikkitasini buni bir anaqa obunachimiz berdi. Davolaymiz, buni ko'ramiz. Barglar to'kilish haqida, nima bo'layotganini bilish haqida olib chiqib bergan. Shuni ochib ko'ramiz tomirlarini. Fikus gullari haqida yana gaplashamiz. Yana bu yerda yana bitta fikus guli bor. Buni ham bitta obunachimiz bergandi. Buni ham orada gapirib o'tamiz. Qanday nima ko'rinishda bo'lgan, hozir yana qanaqa ko'rinishga kelib qo'yganlarini hammasini gapirib o'tamiz videomiz davomida. Fikus gullari o'zi aslida dekorativniy daraxtsimon bo'lib o'sadigan gullar qatoriga kiradi. Bular hech qachon gullamaydi. Agar misol uchun bularni qalamcha qilib ko'paytirish niyatida bo'ladigan bo'lsanglar, faqat buni maslahat beraman. Qalamcha qilib ko'paytirish faqat aprel oyida va avgust oyida ko'paytirishinglarni maslahat beraman, chunki amal payti ham issiq. Avgust oyi ham, boshqa oylarda, mana hozir bizda 5-dekabr, bunaqa paytlarda maslahat bermayman. Qanday nimalarga maslahat berishim mumkin? Ko'p qavatli binoda yashovchi, otopleniyalari kecha kunduz yoqib turadigan xonadonlarda buni qalamcha qilib tomir o'tkazib ko'paytirish mumkin, chunki u yerda sharoitlarda hammasini qilib bera oladi. Boshqa yerlarda, misol uchun konditsionerda ishga ketib o'chirib, yoqib, kechasi kelib nima qiladigan yerlarda, bunaqa xonadonlarda maslahat bermayman, chunki hozir amal payti emas. Gullar hammasi uyquga kirib ketadi. Ozuqalarni ham faqat bir oyda bir marta berishni tavsiya qilamiz, kamroq hamda, chunki baribir qishda bular uyquga kirib ketadi. Fikus gullarini ko'paytirishda misol uchun mana sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerda mana pishmagan ko'rinayotgan bo'lsa, bu yerlar pishmagan, qattiq bo'lib qolgan yerlarda kesib ko'paytiriladi. Fikus gulini juda ko'pchilikda ko'rdim, bargi tushib qolgan bargini yoki kesib turib, tomir o'tkazib ekib qo'yar ekan. Hech qachon bargidan ko'paymaydi. Albatta suvga solsanglar tomir otadi, lekin hech qachon bundan ko'paymaydi. Shox chiqarmaydi bargidan. Hech qachon. Mana bu qora shahzoda yashil barglari hech qachon. Fikus benjaminlar yashil barglarda shoxchalardan kesib turib ko'paytirsanglar bo'laveradi. Ular tomir otib ko'payaveradi. Lekin mana bu qora shahzoda
yashil barglilari bulardan bargidan tomir otadi, lekin shoxcha chiqarib ko'paymaydi. Buning uchun sizlar endi vaqti kelganda aprel oylariga chiqqanda bularni ham qalamcha qilib ko'paytirishlarni olib chiqamiz. Qalamcha qilib ko'paytirayotgan paytda bularni o'zini, misol uchun mana bu yerlardan kesilmaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu barg bilan novdani o'rtasidan bu yerdan shox chiqaradi. Mana shu yerdan shox chiqaradi. Shuning uchun mana bu yerdan kesiladi-da, shu yerdan kesiladi. Bu yerdan kasoycha qilib kesiladi hamma yerdan. Ozgina qo'yish kerak. Mana bu yerdan kesiladi. Bu yerdan tomir otadi, bu yerdan shoxcha chiqaradi. Qattiq novdasi bo'lib qolgan yerlardan kesiladi. Agar misol uchun siz bu yerdan shab uzib olib, kesib turib, tomir otganini qo'yadigan bo'lsangiz, bu yerdan novda chiqadigan joyini siz o'ltirib qo'yasiz, bu yerdan hech qachon novda chiqarmaydi. Shuning uchun agar ko'paytiraman, tomir o'tkazib ko'paytiraman deydigan bo'lsanglar, mana bu yerdan kesasizlar. Mana bu yerdan kesasizlar, bu yerdan shox chiqaradi. Mana bu yerdan shox chiqaradi, bu yerdan tomir otadi. Kasoycha qilib qiyib, qalamcha qilib ko'paytirishinglar mumkin. Yana bitta usuli bor. Agar shu chiroyli bo'lib o'sib turgan yerida yonlaridan barglarning orasidan shoxcha chiqaradigan niyatinglar bo'ladigan bo'lsa, mana bu novdasini sal qayrisizlarda, qayrib sinmaydigan darajada bu yerdan boylab qo'ysanglar o'zini tuvagiga. Bu o'sib kelayotgan gul o'sib kelayotgan nuqtasini to'xtab qolish deb anaqa qiladida, bu yerlardan shoxcha chiqaveradi. Hech bo'lmaganda bir 20 kun boylab turish kerak. Keyin novda chiqarishni boshlaydi, barglarning orasida, keyin yechib qo'yib yuboraverasizlar. Shunday usulda ham ko'paytirsa bo'ladi, kesmasdan. Agar baland tek qo'ysanglar, baland bo'lib o'sib ketadi. Bu fikus gullari dekorativni baland bo'lib o'sadigan daraxtlar toifasiga kiradi. Shuning uchun hech qachon gullanmaydi bular. Shoxlataman desanglar, shu kesmasdan shoxlataman desanglar, shu usul bilan shoxlatishinglar mumkin barglarning orasida. Yoki bo'lmasam kesib ko'paytiraman desanglar ham bo'laveradi. Bularni fikus gullarini ko'pchilik mana kuzga kirganda, kuz oylari boshlanayotganda hammamiz xonadonimizga hovlilardan xonalarga olib kirishni boshlaymiz. Shu paytda hamma gullar stressga tushib oladi. Chunki hovlida turib havoga birdaniga iliq xonaga kiradida stressga tushib qoladi. Ular tabiiy hamma gul bargini to'kadi. Stressga tushib qoladi birinchidan. Havo, iqlim almashadi. Hovlidagi havo xonadagi havo bilan havo almash munosabati bilan stressga tushib qoladi. Bu stressga tushib qolganda eng katta ozuqa yantarniy kislota. Ozgina miqdorda, kichkina qoshiqchada ozgina ichida suvga aralashtirib sprey ham bo'laveradi, tomiriga bersanglar ham bo'laveradi. Stressdan olib chiqib ketadigan yagona ozuqa yantarniy kislota. Unga qo'shimcha qilib sirkonni bersanglar ham bo'laveradi. Bu sirkon o'simlikni immunitetini baland qilib beradi, xususiyatiga ega. Keyin nima desam, kasalliklarga qarshi kurasha oladigan ozuqa. Bu mana ampulada bo'ladi. Buni 5 litrga 1 tomchi, 2 tomchidan aralashtirish. 10 litrga 4 tomchi, 5 litrga 2 tomchi bo'ladi. Buni yoz oylarida, hozirgi qishda ham foydalansa bo'ladi. Yantarniy kislotasi yo'qlar, sirkondan foydalansa ham bo'ladi. Tomir o'tkazishda foydalansa ham bo'ladi. Tomirlarini uyg'otishda yordam beradi. Gullar immunitetini ko'tarishda, kasalliklarga qarshi kurashishda ham juda katta ozuqa manbaiga ega sirkon. Epinlar ham bor. Epin bilan sirkonni nimalari bir xil. Ozuqa manbai bir xil. Ikkalasi ham sirkon ko'pincha yozda qo'llaniladi, epin qishda. Ikkalasini ham etiketkasi boshqa, lekin bitta firmani nimasi yaxshi ozuqa. Maslahat beraman, sirkondan, yantarniy kislotadan foydalansanglar ham bo'laveradi.
endi fikus gullari haqida gaplashadigan bo'lsak, misol uchun mana ko'ryapsizlar, hammamiz xonadonimizga tokchalarga qo'yganimizdan keyin kunga qarab ketishni boshlaydi. Suv quyganinglarda misol uchun tokchaga bunday oynaga qarab turgan bo'lsa, sizlar har doim bu tarafdan qo'yadigan bo'lsanglar, bir tomonda namlik oshib ketadi-da, ildizi chirib qolishiga olib keladi. Shuning uchun aylantirib, ozgina hozir qishki kunida aylantirib, ozginadan aylantirib quyilarda. Bu tomonga aylantirib qo'yinglar gulni. Kunga qarab keyin o'zini tikka qilib oladi. Agar bir tomonga qarab turaveradigan bo'lsa, gulimiz bahorgacha qiyshayib qoladi. O'zini eplay olmay qoladi. Bular fikus gullari tomiri kichkina bo'ladi. O'zi bahaybat bo'lgani bilan tomiri juda kichkina bo'ladi boshqa gullarga qaraganda. Misol uchun boshqa gullarda mana bu nima desam ekan, antyurum, sfatfilum, orxideyalarning gullari tomiri juda katta bo'lib ketadi, tuvayda qoplab ketadigan bo'lsa, bu fikus guli o'zi daraxtsimon bo'lib katta novdalari ham qattiq bo'ladi, lekin tomiri juda kichkina bo'ladi. Buni ko'pchilik obunachilarimiz juda yaxshi bilsa kerak, gulga ishqibozlarimiz juda yaxshi biladi buni. Fikus gullarini bargini to'kib yuborishi juda ko'p nimalari bor, sabablari bor. Birinchi sabablari tabiiy holda to'kilishi mumkin. Chunki hamma daraxtlar, bular aytib o'tdik, past bo'yli daraxtsimon bo'lib o'sadigan gullar qatoriga kiradi. Shuning uchun kuz paytida tabiiy bargini to'kib yuborish xususiyatiga ega. Birinchi sababi. Ikkinchi sababi yorug'likni kam bo'lib qolishidan. Ikkinchi sababi sovuq bo'lib qolishidan ham to'kadi. Bular fikus gullari uncha nimani yoqtirmaydi. Skvoznoyni yoqtirmaydi. Keyin suvi kam bo'lib qolishligidan, nami oshib ketishligidan turbog'ini sabablari juda ko'p. Yorug'likka qo'ymasangiz ham bargini to'kib yuboradi, sarg'ayib. Bu ham shu bitta katta bargini to'kish sabablariga kiradi. Shuning uchun birinchi gul o'stirayotgan gul shaydolar juda ko'pchilik oramizda juda yaxshi biladi. Gullarni qanday parvarishi, qanday sharoit qilib berishi, qanday ozuqalar berishini juda yaxshi biladi. Ko'pchilikka takrorlash, bilmaganlarga qo'shimcha. Men ham gulga juda qiziqib, yaqin emas, ancha yillardan beri qiziqaman. Endi faqat hozir ko'proq Yevropalardan, Xitoylardan kirib kelayotgan gul bo'lgani uchun ko'p gullar. Uni qanday ozuqa berish kerak, qanday parvarish qilish kerak, gruntlari qanaqa bo'lishi kerak, buni o'rganmasak gullarimiz bilan ayrilib qolishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun sizlar bilan birgalikda o'rganib boramiz. Bilganimcha sizlarga ma'lumot beraman. Bilmaganlarimni kommentariyaga yozib o'tinglar. Xursand bo'laman. Endi misol uchun fikus gullarimizni shoxlatishda aytdik. Xudo xolisa vaqti kelganda aprel oyida qanday shoxlatamiz, qanday tomir o'tkazib, qanday ko'paytiramiz, yana egiltirib qanday shoxchalar chiqartiramiz, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi hozir mana bu gul, fikus guli to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bir obunachimiz olib chiqib berdi. Bu boshqa tuvak deydi, mana bunaqa tuvak deydi. Mana bunaqa tuvak deydi. Bu qandaydir barglari burishib qolganda, xuddi haligi chanqab qolgan nima bargga o'xshab, xuddi bir oy 2 oy suv bermagan gulga o'xshab barglari qurishib g'alati bo'lib qolgandi. Shunaqa tuvakda olib chiqqandi. Keyin men tuvakda bunaqa tuvak bor edi, bunaqa tuvakka oldim, ochib ko'rdim oldin. Hamisha gullaringizni o'zgarishini payqadingizmi, uni sababini bilish kerak. Agar misol uchun suvini yaxshi quyayotgan bo'lsangiz, ozuqasini yaxshi berayotgan bo'lsangiz, tuvagini yaxshi tanlagan bo'lsangiz, nima uchun qayerdadir nima xatolik bo'ldi, qanaqa o'zgarish, nimaga bunaqa o'zgarish bo'layotganligini bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, agar sizni hamma yo'g'ingiz suvlarini normalniy qilsangiz, gruntlari yaxshi bo'lsa,
ozuqalarni vaqtida berayotgan bo'lsangiz, uxotlarni yaxshi qilayotgan bo'lsangiz, hech qanaqa ayb topolmaydigan bo'lsangiz, demak bu tomiridan bo'ladi. Shuning uchun tomirini ochish kerak. Men ochdim, unaqa kichkina tuvakchada edi. Tomiri qisilib qolgan ekan. Keyin bunaqa katta tuvakka oldim. Olganimdan keyin mana ko'rib turibsizlar. Men oldin nima bo'lib qolganini olmagan ekanman, rasmga olib qo'ymagan ekanman. Mana egasi chiqib ko'rdi. Bahorgacha gullarim ichida tursin deb olib qoldim. O'zi ham chiqib ko'rdi. Qanaqa o'zgarish bo'lganini mana hozir video orqali ham agar ko'rib turgan bo'lsa, o'zi bilsa ham kerak. Mana ko'rinib turibdi. Buni bahorga chiqib egasiga beramiz. O'ziga ancha kelib qoldi. Mana barglari qatib qoldi, sal burishlari yo'qolib qoldi. Hamma suv udobreniyalari yaxshi bo'lgani uchun tomirini ochib ko'rdim. Demak, tomiridan bo'ldi. Tomiri qisilib qolgan ekan, katta tuvakka oldim, o'ziga kelib qoldi. Xudo xolasa bahorga chiqib egasiga topshiramiz bu gulni. Endi hozir biz mana fikus benjamin to'g'risida gaplashamiz. Fikus benjamin gulimizni ham bir qo'shni obunachimiz olib chiqib berdi. Gulsevar uyda juda ko'p guli bor. Ular kuz kelib hovlidan uyga olib kirgandan keyin xonadoniga reski barglari to'kilib ketganini aytdi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Agar yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, ichida qoldi. Bor edi, yana bizga kirgandan keyin ham havo stressga tushdi-da, yana ancha-muncha gullarini to'kib ham bordi. Endi buni juda shoxlari qurib qolgan. Nimaga bunaqa bo'lib qoldi? Endi agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana hozir bittasini shoxchasini nima qilaman, mana qurib qolgan. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana qurib qolgan. Sindirganimda bunda bir suv nima yo'q. Qurib qolgan shoxlar. Endi hozir sizlarning guvohliginglarda ochamiz. Buni ochamiz, tomirini ko'ramiz. Nima bo'ldi? Birinchi sababi aytib o'tdik, fikus benjamin guli bu. Fikus benjaminda turlari ham juda ko'p. Yashil bargligi, mayda bargligi, katta bargligi juda 50 dan ortiq fikus gullari bor. Fikus benjamin bular hammasi yashil bargliga, variegatniy bargli, voyenniy bargligi, qora shahzoda, qora bargli, bular hammasi fikuslar oilasiga kiradi. Qora shahzoda deb qo'yadi, mana aytganimdek hammasi nom bor, lekin hammasi bitta fikus oilasiga kiradi ular. Bular daraxtsimon, past bo'yli, daraxtga o'xshab o'sib ketadigan gullar qatoriga kiradigan gullar. Endi hozir buni tomirini ochamiz. Men sug'ormay olib chiqqanda o'zi namligi bor edi. Salkam 2 hafta bo'ldi agar adashmasam, men suv quymadim chunki namligi juda yuqori edi. Tagini ochish niyatida chanqatibroq qo'ydim, shu turpag'i yaxshiroq ildizidan ajralishi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Fikus gullari faqat fikus gullari emas, hamma gullar ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Unaqa injiq gullar emas. Ularda yaxshi parvarishini bilib, vaqtida sug'orib, ozuqalarni berib, turpoqlarini yaxshi qilib berib, udobreniylar vaqtida berib, qorong'i joylarda ham qolishi mumkin emas. Gullar yorug'lik ko'rmasa ham balki sarg'ayib ketadi. Mana turpoq suv quymaganim uchun jicha namligi oshib ketgan. Mana ko'rib turibsizlar, tosh solib qo'ygan. Hech qachon maslahat bermayman, tosh solmanglar. Chunki birinchidan tosh yozda bilinmaydi. Qishda birinchidan toshchalarimiz baribir jicha podokonniylar sovuq. Keyin ikkinchidan tosh sovuq tortadi. Sovuq bo'lgandan keyin turpoq ham sovuqlashga moyilligi bor. Keyin suv organingizdan keyin mana nam turibdi. 2 haftacha bo'ldi. Nima emasdi, pastda ko'rdinglar o'zingizlar, nam. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, nam turibdi turpog'i. Mana ko'rdinglar, hali aytganimdek fikus guli o'zi daraxtsimon qattiq novdali bo'lgani bilan buni ildizi kichkina. Unaqa katta bo'lib, anaqa bo'lib, men katta tuvakka eksangiz ham
yopib tuvakni qoplab ketadigan darajada o'smaydi fikus gulining tomiri. Bu bo'lsin, bu bo'lsin, qora shahzoda bo'lsin, fikus benjaminlar bo'lsin, hammasini tomiri kichkina. Buni juda ko'pchilik oramizda gul shaydolari, gulga ishqiboz bo'lganlar juda yaxshi biladi buni. Mana o'zinglar ko'rib turibsizlar, guvohsizlar. Tomiri hech qanaqa katta bo'lmaydi. Lekin juda hayron qolaman. Katta tuvakka ham shu turadida, tepasi qattiq novda daraxt bo'lib ketadi-ku, lekin mana shu kichkina tomir ushlab turadi, shu katta nima tanasini ko'tarib turadi. Shunisiga juda ajablanaman, hayron qolaman. Bu ham Allohning bir qudrati. Shuning uchun mana aytib o'tganimdek, hech qachon tosh solmanglar. Tosh qishda, yozda bilinmaydi-yu. Mana sovuq tushdi hozir, уже bugun 5-dekabr. Oldinda biz ham sovuq kunlar ko'p, 3 oy. O'zinglar bilasizlar, qishda toshda hech qachon maslahat bermayman. Hamisha po'kak solinglar. Endi buni hozir men o'zimni nimamda tayyorlab qo'ygan gruntlarimni aralashtirib solib ekanmiz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana hozir ko'rsataman. Bu yerda ozgina perlit bor. Bu yerda perlit bor. Universal turpaq bor. To'rif bor. Hammasini aralashtirib, hozir buni ekib olamiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Hamma gullar ham injiq emas, faqat gullarni esolomon qishdan chiqarib olishimiz kerak. Uxodlarini, ozuqalarini to'g'ri berishimiz kerak. Suvni ham sal kamaytirishimiz kerak. Yozda misol uchun bitta gulga misol uchun yarim cho'mich, bitta cho'mich suv quyadigan bo'lsangiz, qishda sal ozaytirasiz. Keyin aylantirib quyinglar. Bitta erta quyadigan bo'lsanglar, namligi oshib ketadi. Keyin irib ketadi nimasi, namligi oshgandan keyin tomiri. Gulinglardan ayrilib qolasizlar. Hamma qo'rqadi qishda kelganda, qishdan olib chiqib keta olmayman guldan, ko'nglim sovidi deb ko'pchilik ko'ryapmiz. Sun'iy gullarga o'rganib olgan, hech narsa bo'lmaydi ekan. Falon pulga olasiz gulni, barglar to'kilib ketar ekan, qurib qolar ekan, sovuqdan o'lib qolyapti, qishdan olib chiqa olmayapman, gulga qiziqishim o'ldi degan gaplarni juda ko'p eshitamiz. Bu bizga yangilik emas. Shuning uchun qishlardan ham bemalol olib chiqib kelsanglar bo'ladi gullarni. Faqat uni parvarishini qanday qila bilishinglarga bog'liq. Birinchidan hech qachon sovuq suv, vodoprovod suvini quymanglar. Tomiri muzlab qoladi. Sal ilitib olinglar. Mana hozir 3 kundan beri har bir shaharlarda yomg'ir yog'yapti. Mana biz hozir Xo'jobod tumanidamiz. Yomg'ir yog'yapti. Mana bizda hozir soat 10:30 bo'lyapti. Kechki soat 10:30 yomg'ir yog'yapti. Mana shu yomg'ir suvlarda paqirlarga olib qo'yib, tingandan keyin 3 litrli bankalarga quyib qo'yib, shu gul quyadigan paytinglar kelganda ozgina ilitib yorib quysanglar yaxshi. Agar sovuq quyadigan bo'lsanglar, gullardan ayrilib qolasizlar. Bu ham bir nimada trik. Misol uchun o'zingiz ham eshikka olib chiqib, muzday suvda cho'miltirib qo'ysa qanaqa bo'lib qoladi, muzlab nima bo'lib qolishingiz hech gap emas. Bu ham xuddi shunaqa trik narsa. Shuning uchun sal ilitib yuboringlar. Ozuqasini vaqtida berib, yorug'likda bersanglar, yorug'likda berib qo'ysanglar, vaqtida qarab, aylantirib tursanglar, qishi bo'lib o'sib qolmaydi, gullar to'g'ri bo'ladi. Shuni maslahatini beraman. Hech qachon gullardan afsalam sovuqda qilmayman demanglar. Gul bor yerda kislorodni nima qilib turadi, ko'p chiqaradi, hayotimizga ham, nafas olishlarimizni ham tozalab turadi gullar. Endi buni nimasi hozir ko'ramiz. Tuvagini ko'rib turibsizlar. Teshiklari kam.
teshiklari kam. Bu teshiklarini oldingi videolarimda ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Birinchi gul olib kelib ekishdan oldin tuvagiylarni tagini yaxshilab qarab olinglar. Agar iloji bo'lsa katta teshik bo'lsa ham juda ham yaxshi, chunki suv chiqib ketishi kerak. Suv agar chiqmaydi, tagi to'planib qolsa, namligi oshib ketadi. Tagiga qarab qo'yinglar. Agar bir ikkita endi zavodlarda chiqqanda yaxshi teshilmay qoladi. 3-4 ta oshcha teshik qilib olsanglar ham zarari yo'q bularda. O'zinglar ko'rib turibsizlar, mana teshigi bo'lmagan, namligi oshib ketgan. Balki to'kilishi, namligini oshishi, suvni kamligi, yorug'lik yetmasligi, tabiiy holatda ham to'kiladi. Kuzda hali aytib o'tganimdek, bular daraxtsimon bo'lib o'sadigan gullar qatoriga kiradi. Shuning uchun kuzda birinchidan tabiiy barg to'kilishi, ana shu xavotirga o'rin yo'q. Agar ozuqalarini hamma yo'qlarni joy-joyda qilsanglar, balki to'kilib ketsa, bilinglarki tabiiy. Agar misol uchun tabiiydan ham deb qilmaydigan bo'lsanglar, yorug'lik kam bo'lib qolsa ham to'kilib ketadi. Namligi oshib ketsa ham to'kilib nima bo'ladi. Suv kam bo'lsa ham to'kilib qoladi. Sovuqdan bo'lib qolsa ham to'kilib qoladi. Shuning uchun gulga parvarish qilayotganda juda ehtiyotlik bilan parvarish qilamiz. Mana ko'rdinglar, o'zi ikkita teshigi yo'q ekan, namligi oshib ketgan tagida. Birinchidan ham tabiiy bo'lib nima bo'lgan, bargi ham to'kilgan. U nimagadir shoxlari qurib qolgan. Endi hozir buni kesib tomlatay desam, menda hozir sharoit ham yo'q. Sharoit qanaqa? Kecha kunduz unga yaxshi issiqlik qilib beradigan darajada emas, chunki hammamiz ertaman ishga ketamiz, kech payt kelamiz, konditsioner yoqib turadi. Shuning uchun shunaqa sharoitni nazarda tutib gapiryapman. Endi ochib oldik nimani, tuvaydi. Endi bunga o'zim ko'pligimdan foydalanib tayyor qilib qo'ygandim. Bir ikkitasini endi nima qilamiz, to'lamiz. Mana maydalab qo'ygan to'kaylar bor edi, shuni solaman. Bismillahirrohmanirrohim. To'kak solishimiz drenaj o'rnida, keramzit o'rnida to'kakda foydalansak ham bo'ladi. Tosh ham bo'laveradi, lekin qishda toshda zarari ko'p. To'kakni sovuq o'tkazmaydi. To'kak ham suvni ham yaxshi chiqib ketishini ta'minlab beradi, namligini oshirmaydi. Shuning uchun to'kakni maslahat beraman, keramzit o'rnida, drenaj o'rnida keramzitni o'rnida to'kakdan foydalansanglar ham bo'laveradi. Men hamisha har bir gulimga to'kakdan foydalanaman, kamdan kam keramzit. Keramzitni ko'p ham xushlamayman. Hali aytib o'tgandek, biz ko'p qavatli sharoiti bor, otoplinasi bor, ko'p qavatli binoda yashamaymiz. Hovlili uy, hamma ertaman ishga ketadi, kech payt keladi. Shuning uchun qishda konditsionerdamiz. Shuning uchun men to'kakdan foydalanaman. Doim qishda o'ylab to'kakdan foydalanaman. Toshni maslahat bermayman hech kimga. Endi bunga aralashtirib olgan nimamizni, turpog'imizni solamiz. Hamisha yana takrorlab aytaman, oldingi nimalarimizda ham aytib o'tganman. Bismillahirrohmanirrohim. Ozroq turpoq solasizlar. Mana ko'rinib turibdi. To'kakdan kelgan. Ozroq solasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Tomiri yaxshi, qisilib qolmagan. Mana ko'rinib turgan bo'lsa, tomiri yaxshi, qisilmagan. Juda yaxshi tuvak tanlangan. Faqat bunga teshigi kam bo'lib qolgan, keyin tabiiy bargi to'kilgan, stressga tushib qolgan. Hovlidan ichkariga kirgan, stressga tushib qolgan. Ozuqani yaxshi bera olmagan. Turpog'i sal nimasi, grunti menga juda yoqmadi. Bular fikus benjaminlar boshqa davlatlardan kirib kelyapti. Oddiy turpoq bo'lib qolgan turpog'i. Hozir sizlarga yana qayta ko'rsataman o'zini turpog'ini. Oddiy yer turpog'i bo'lib qolgan. Bular tomirlarni qisib qo'yadi, o'sishga xalaqit beradi.
Shuning uchun hamisha aytib o'taman, agar uy sharoitida oldingi videolarimni ko'rsanglar ham aytib o'tganman, uy sharoitida turpoqni qanday tanlashni aytib o'tganman, yana takrorlab o'taman. Uy sharoitida 3dan 1%ni yer turpog'i qiladigan bo'lsanglar, o'zimizni огородdan 1%ni kum qilinglar, ozgina sheben aralashtiringlar, met pisok, sheben ichida kattalik qiladi, met pisok aralashtiringlar, tomirlarini qisib qo'ymaydi, havo o'tkazadi, suvni ketishini ta'minlaydi. Met pisok ham o'zimizni keyin ozgina hech bo'lmaganda 2 yillik chirindi go'ng, moldikimi qo'ydiki bo'laveradi, hech bo'lmaganda 2 yillik chirindi bo'lishi kerak. Bo'lmasam 1 yillik bo'lib qoladigan bo'lsa tomirini kuydirib qo'yadi. Shuning uchun hech 4 yillik 5 yillik bo'lsa ham juda yaxshi bo'ladi. Agar bo'lmadi deganda hech bo'lmasa 2 yillik chirindi bo'lishi kerak. Mana chiroyli qilib gulni ekib oldik hozir. Endi gulimizni tepasini ko'rsatadigan bo'lsam, hozir buni qurib qo'ygan shoxchalarini kesaman. Mana kesayotganda sizlarga hozir aytib o'taman yana. Kesayotganinglarda mana bu yerlaridan hech qachon shoxlatayotganlarda qo'linglardan bunday uzib olmanglar. Mana bu yerlarga shikast berish kerak emas. Bu yerda novdalar chiqaradi, novdachalar chiqaradi. Mana bu yerlardan orasidan novdachalar chiqaradi. Ko'pchilik ko'rganmiz, shunday metadan sindirib yuboradi-da, bu yerdan o'sish nuqtasini yo'qotib qo'yadi. Mana bu yerlardan shoxchalar chiqaradi. Mana bu yerlardan shoxchalar chiqaradi. Shuning uchun nima kesayotganinglar juda ehtiyot bo'linglar. Mana bu yerlarni kesib olgan, bu yerlardan shoxcha chiqarish qiyin. Medan chiqadi. Mana bu yerlarni shunday tortib olgan, qo'li bilan sug'urib olgan, yulib olgan. Mana endi hozir ozgina joylar qo'yib bularni kesib qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qurib qo'ygan yerlarini, qurib qo'ygan shoxchalarni o'zi mana ko'rinib turib, qurib qo'ygan shoxchalarni kesib qo'yaman. Bahorda amallaydi. Hozir kuzda bular uyquga kirib ketdi. Mana o'zi qurib qo'ygani ko'rinib turibdi mana. Mana doshi ham chiqayotgan bo'lsa bilyapsizlar. Suvi yo'q tanasida. Suvi yo'q tanasida. Mana buni qurib, mana buni ovoramiz. Tepasiga tegmayman. Umid qilamiz, Xudo xolasa bahorga chiqib amallab ketadi. Endi hozir bunga ozgina sirkonni aralashtirib suv beramiz. Hali aytib o'tganimdek, sirkon yaxshi ozuqa. Men hozir yantarni kislotam tugab qo'ygan ekan, sirkondan foydalanaman. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'z shamizda 1-2 tomchi bo'ladi.
fikus gullari dekorativniy chiroyli barglar bilan gul sevaralarni xushnud qiladi. Men ham juda yaxshi ko'raman fikus benjaminni yashil barglilari, katta kichik bargli har xillari bor. 50 turdan ortiq sortlari bor bularni. Bismillahirrohmanirrohim. Suvni ilitib yuborganman. Hozirgi sovuq kunda ozgina ilitib yubormasanglar gullarga shikast berib qo'yishimiz mumkin. Ozgina beramiz chunki boya ko'rdinglar namligi bor edi turpag'ida. Yaxshi qurimagan hisobiga ozgina berdim. Ko'p quymaymiz. Ozgina berib qo'ydim suvni. Bir 3-4 kundan keyin bir yantarni kislota bilan ham nima qilib qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilar, buni ekib oldik chiroyli qilib, umid qilamiz. Endi bu yog'i yaxshi tomonga o'zgarishiga. Mana turpog'ini agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana